Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu qadrli do'stlar. Sizdan bik ko'p so'rovlar keladi. Ham so'rovlarning bik yush berilib turgan so'rovlarning birisi ul Hazrat Kustiyu bormi ekan ul? Bor aybermi ekan ul deb so'rov beruvchilar bik ko'p. Ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam vaqtida da shu so'rov bilan kelganlar, ham Payg'ambarimizdan so'raganlar: "Ya Rasululloh, ey Alloh taolaning elchisi, Kustiyu bormi ekan ul?" Payg'ambarimiz javob bo'laroq qaytardi: Al-aynu haq. Ayya, haqiqatda kustiyu bar ol. Ham Payg'ambarimiz vaqtida bo'lgan hal bir sahaba ikkinchi sahabaning juvunganini ko'ra. Ham juvungan vaqtda onun oppoq tenin ko'rgach, "Qarali nindi oppoq tenin" deb aytib da qo'ydi, siqlanib da qo'ydi, maqtab da qo'ydi. Ham shu maqtalgan sahaba ongsiz yig'ildi. Yog'ildi suğa, hatta shu sudan onu çağırıp ko'tardilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yanına getirgenler ham aytdilar, "Kinetkina hali bitib ketdi, suğa tushib ketdi, o'limdan qoldi" deb aytib bergach, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shu sahabaning holatini qarab, kuzatib aytib qo'ya. Shundan da onlarga ko'z tegan. Birer kişi onu maqtagan bulgandır. Yoki birer kişi onun bilen sıklangan bulgandır. Birer kişini görmedinizmi, işitmedinizmi deb so'rov bergach, birerisine uylamadınızmı deb so'rov bulgach, sahabalar aytadilar: "Ayyidi, Abdullah ibn Rabi'a shunda yanasha uzganda onun matur oppoq tenine sıklanıp, ok tisine sıklanıp maqtagan edi." Payg'ambarimiz ayta: "Chaqirg'iz ana, ketirgiz." Abdullah ibn Rabi'a kelgach, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam onarga aytib qo'ya: "Nishlab sen onarga ziyon ketirdin? Agarda sen Alloh taolani maqtov so'zlari bilan maqtasan, ol vaqtda onarga ziyon ketirmas edin" deb aytib qo'ya. Ham Payg'ambarimiz ularga juvunib, tahoratlanib, arınırga koşa. Şundan da şu mizgilden alıp ağırıp ketken sahaba tirilip kete. Ham endi sahabalarga Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning o'rnabigi bo'larak, Payg'ambarimizning nasihati bo'larak shunday so'z kela. Siqlangan vaqtda alhamdulillah, subhanallah, mashallah deb maqtag'iz. Şundan da bugungi kunda bek ko'pimiz bolalarimizni da "Ay nindi shaya, ay matur" deb aytib da qo'yamiz. Ham nashar o'y fikrda bo'lmaysa da bolalarimizni ati-anisi, abi babasi, tuğanları, yaqinlari ziyon ketiru niyati bilan tugul, siqlanu niyati bilan maqtag'ash ko'z tedirga mumkinlar. Payg'ambarimizning nasihatin o'tab agarda biz maqtasak, subhanallah matur, Allah'a şükür sikimli, Allah'a şükür şunday o'ngan shaya bola deb Alloh taolo maqtov so'zlar bilan maqtasak, shat inshaalloh ko'z tiyuda demas. Bir do'stim bo'lgan edi. Hamanda biz aralashamiz. Ilanir oldindan ol menim bilan hamon angamaga kirib, sporlashib, "Hazrat Kusti yo'qdir ol. Men misallar ketira edim, ul o'zining misallarini ketira edi." Shulay ettirib, ul o'z fikrida, men o'z fikrda qolgan edim. To'ylar o'zdirg'ash, matur kiyimlar kiyib to'ylar, matur mashinalarda jirib to'ylar o'zg'ash, girlab o'zg'ash. Xotinning da, onning o'zining da temperaturalari ko'tariladi. 37 da ish, 37 da 5 tirasi. Zo'rroq ko'proq da tugul, bek tuban darajada da tishmi. Shu bir ko'tarinliklik halda ularning og'ritgan da tugul, og'ritmagan da deb aytib bo'lmay. Shu halda ular 1 oy, 2 oy, 3 oy, yarti yil jirilar. Tekshirilmagan o'rin qolmay. Eng sonunda aptiragandan masjidga kelib: "Hazrat, bizni ishkira olmassin ekan? Bizga duolarni o'qiy olmassin ekan? Abilar da, tuğanlar da, ati-anilar da bitinisi sizga ko'z tegandir" deb aytib qo'yganlar. Ham shundan da duolar o'qig'ash,
rukiye duaların, işkuru duaları kullanıp Allah-u Teala'nın rahmeti bilen onlar şifalanıp tirileler. Hem bugungi kunga hatli Allah'a şükür. Küz tüyü var, amma lekin dua bilen, zikir bilen, Allah-u Teala'nın sözleri bilen davalanıp bulabildik. Ol yigit indi hazır ışanada başladı. Şundan da hürmetli cemaat, küz tüyü var ol. Peygamber bizde anın turunda haber etti. Amma lekin biz şu hadislerden, şu rivayetlerden bir zor ulug' natija çıgarga tiyishmiz. Biz ko'nglimizni duo bilan, zikr bilan, namoz bilan, Qur'on o'quvi bilan mo'l qilsak, Alloh taolo ko'nglimizda har doim bo'lsa, ham siqlangan vaqtda Alloh taolani maqtov so'zlari bilan maqtasak, ol vaqtda Alloh bersa, shu örnek bilen Peygamberimizin örnegi bilen kullansak, özü bizde, yakınları bizde emin bulalabız. Şayet inşallah. Hürmetli cemaat, baxtli bo'lik, küz tiyulerden, zahmetlerden aranıp, isen sağ emin bulup yaşık. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.